Qo'g'ay, Navro'z mahallasidamiz. Bekmurodovlar sulolasi. Limonchilar bor, bularni bilasiz. Qanday yashashar ekan? Bu oila domla matematik, juda yuqori saviyaga ega, bilasiz, repetitor odam, juda ko'plab shogirdlar ustozi. Bu oilada mana limon bo'ladi. Javohir Hormay. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Salomatsizmisiz? Yaxshi keldingizmi? Uyda buncha shinam qilyapmiz. Ha, endi aka shu. Mehnatda rohatida bu. Yana bormi nimada? Limonchilik? Ha, bor aka. Gap yo'q. Ko'chatxona, limonxona. Gap yo'q. Nima bu bo'shab qoldi bu? Yangilaymizmi? Yo'q, ko'chatxonada endi fevral, yanvarda ishlaydi bu aka. Asosan. Gap yo'q. Qo'ni qo'shnilarniki ham limon ekanda. Qo'shnilar bu tomonda hali hammasi bizdan ko'rib yurgan qilamiz. Ko'rsak bo'ladimi? Bo'ladi albatta. Do'stlar, mana limonariya. Bu eng yosh limonariya. Ha, buni ham yangiladik, daladagini qilganda. Bu yerda katta bo'lardi, oldin katta limonda bo'lardi. Yosh eskirganigacha yangilab yubordik endi. Qishloqda, Qo'g'ayda odamlar shunaqa yashayapti.